Gruppadagilar Almanlar yaxshimisizlar? Volgograd poyezdi bor edi-ku, ana shu Toshkent Volgograd bo'ldi. Ular kim poyezdda kelsa Rossiyaga, shu Volgograddan endi Volskiga to'xtaydi hamma poyezdlar. Patent, chek, medkomissiya hamma narsasini tekshirib turibdi. 2-3 kompyuterdan o'tadi, bir pasport. Narusheniyasi bori, mana bu chetga zalga olib qo'yiladi, mana o'tiribdilar. Kutib. Qolgan narusheniyasi yo'q, o'tadi. Mashina yaxshi bo'ldi endi hozir. Ya bo'lmasam poyezd bilan shu Aqsarayskigacha yo Gaynishkungacha bilet olib, bu yerga zararni oldindan taksi zakaz qilib kelsa bo'ladi. Pramoydan qo'rqadilar bo'lsa. Shu Qozog'iston chegarasi Gaynishkungacha zakaz qilsa bo'ladi deymiz. Ular poyezdda shu o'tgan yil bez dokument yurganlar, propiska bilan yurganlar, ahvol og'ir. Ko'zlaringizga qarab kelinglar. Hamma narsani tekshirib turibdi. Amon, FMS, politsiya, bu yerda sudebniy pristup ham yuribdi mana. Qarzdorliklar, to'lanmagan shtraflar, mashinada kelsangizda parkovkada to'lanmagan shtraflaringiz bo'lsa, uni ham tekshirib turibdi mashinani. Ehtiyot bo'linglar.